biletga qiynalib qolgan bo'lsalaringiz, nadyoshniy odamlar bo'lsa, mol qo'yingizni sotaman, bilet olaman deb qiynalib yurishlaringiz umuman shart emas. Brigadlar o'zlari biletlaringizga ham yordam qiladi. Hozir o'rtacha 7000 so'mdan bo'lyapti. 7000 rubl bir kunda topadi. 7000, 8000, 10000 ishlagan kunlarimiz bo'ladi. U haftani 1 kun, 2 kun tovar ko'p keladigan vaqtlari bo'ladi. Eng kam ishlagan kuningiz? Eng kam ishlaganim meniki ko'pi 8000, 10000 bo'lsa, kami 5000. Kami 5000. 5000 ha. Hozir uyga qancha pul yuboryapsiz? 150 ming, 140 ming oylik bo'ladi. Oylik uyga yuborayotgan pulingiz toza. Assalomu alaykum, bizni YouTube'da kuzatib turgan aka-uka va opa-singillarimiz, sizlarga ish chiqaryapmiz. Tojikistondan, O'zbekistondan kuzatayotgan bo'lsalaringiz, diqqat bilan oxirigacha ko'ringizlar va Rossiyani qaysi shahardan turib ko'rayotgan bo'lsalaringiz ham diqqat bilan ko'ringizlar. Moskvaning metro Azyornidan Ryabinova 45 dan ish chiqarib kelardik. Biz hozir Ryabinova 51 da turibmiz. Skladdan ish chiqaryapmiz, ko'ryapsizlar. Bu yerda ish ketyapti. Ob'yomga ish faqat. Ob'yomga ishlayotgan akalarimizdan hozir qanchadan qanchagacha pul topyapti. Men iloji bo'lsa shu tabellar ekranga ham chiqaraman. Bir kunda necha soatgacha yopiladi, qanday bunday soatlar yopiladi, akalarimiz o'zlari tushuntiradi va Ryabinova 45 ga ham odam kerak bo'ladi. Metro Salyarova tarafdan Moskovskiga ham yangi boshqa skladlarga odamlar kerak bo'ladi. Nomerlarga videoni oxirigacha ko'rib bog'lansalaringiz, sizlarga hamma boshqa joyda ishlar haqida ham brigadirlar tushuntirishadi va ishga qabul qiladi. Har oyda 25 ta avans kartalaringizga o'tadi. Ofitsial ishlagandan keyin 10 da oylik kartalaringizga o'tadi. Pistosdan bir kun ham, 2 kun ham kechikmaydi aka-ukalar. Ofitsial ishlagandan keyin kartaga priyomay tushaveradi pullaringiz. Bu akalarimiz ham ob'yomchi akalarimiz, hozir so'raymiz, qanchadan qanchagacha pul topyapti va bu yerga gruzchiklar ham kerak. Gruzchiklarga bir kunda 11 soat ishlaydi, 330 rubldan soatiga yoziladi. Ob'yomga ishlayotgan akalarimiz, opalarimiz bu yerda bor. Normal pul ishlayib beribdi. 8000 lab, 7000, 5000, 4000, kimdir 3000, hamma har xil ishlab beribdi. Uydan kelayotganlarga biletga qiynalib qolgan bo'lsalaringiz, nadyoshniy odamlar bo'lsa, mol qo'yingizni sotaman, bilet olaman deb qiynalib yurishlaringiz umuman shart emas. Brigadlar o'zlari biletlaringizga ham yordam qiladi. Unda qani biz boshlaymiz. Diqqat bilan kuzatingizlar. Aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Assalomu alaykum. Siz qayerdan bo'lasiz? Rahmat. O'zbekistondan, Qashqadaryodan aka. Qashqadaryodanmisiz? Qashqadaryodan 2005-yilman. Qancha vaqtdan beri ishlaysiz? 2,5 yildan beri ishlayman shu yerda. Yo'q. Ishimiz shu zuborka. Har bitta 110 ta tarqatgan tovarimiz 1 soat hisoblanadi. 1 soatimiz 330 rubldan to'lanadi. Kuniga o'rtacha 20 soatdan 27 soatgacha ob'yom bo'ladi. Bir kunda nechta qilyapsiz siz shu tovarni? O'rtacha mana shu kecha kunduzga 20 soat, 25 soat bo'lyapti. Soatimiz 330 rubldan. Tushundim. Qilayotgan tovaringizni soni nechdan? 2000 tami, 1500 tami, qanchaga? 110 ta tarqatilgan tovar 1 soat hisoblanadi. 20 soat bo'lish uchun 2300 ta tovar bo'lish kerak. 2300, 2400 ta. Shuning uchun 20 soatlik yoziladi. Soatlaringizda 330 rubldan. 330 rubldan oyning 10-siga oylik, 25-sida avans bo'ladi. İşimiz 9dan 9gacha. 9dan 9gacha. Hamma rasxotlar o'zlaringizdan, to'g'rimi? O'zimizdan. Yordam qiladi, oylikdan ushlab qoladi. Shunday, qo'shimcha dop avanslarimiz bor. Tushunarli. Siz shunda bir kunda qanchadan qanchagacha ishlayapsiz va bir oyda qancha tozda oylik olyapsiz? Qancha va uyga tozda jo'natyapsiz? Shular haqida aytsangiz. Hozir o'rtacha 7000 so'mdan bo'lyapti. 7000 rubl bir kunda topyapsiz. 7000, 8000, 10000 ishlagan kunlarimiz bo'ladi. U haftani 1 kun, 2 kun tovar ko'p keladigan vaqtlari bo'ladi. Eng kam ishlagan kuningiz? Eng kam ishlaganim meniki ko'pi 8000, 10000 bo'lsa, kami 5000. Kami 5000. 5000 ha. Hozir uyga qancha pul yuboryapsiz? 150 ming, 140 ming oylik bo'ladi. Oylik uyga yuborayotgan pulingiz toza. Aka-ukalar ko'ryapsizlarmi? Kuniga 7000, 8000 lab topyapti ekan. Joyiki 10000 lab topyapti ekan. 5000 kamida topaman deyapti bu akamiz. Bu degan bir oyda 150 ming, 200 ming rubl pul topish imkoniyatlaringiz bor va yana o'zlaringiz harakatlaringizga bog'liq. Endi bu yerda ishlayotgan akalarimizdan ham so'raymiz, qani rostdan ham shuncha pul topyaptimi ekan? Sizga kattakon rahmat. Charchamang, shu yerda turib turing. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Zo'rmisiz? Qayerdan bo'lasiz? O'zbekiston, Buxoro viloyatidan. Qancha vaqtdan beri ishlayapsiz bu yerda? Aka, men dekabr oyidan beri ishlayapman. Dekabr oyidan beri ishlayapsiz? Siz ham kelib turing bu yerga. Dekabr oyidan beri ishlayotgan bo'lsangiz, siz yangimisiz bu yerga? Ha, yangiman aka. 4-5 oy bo'lib qolibdi. Ha, 4-5 oy shunday bo'ldi. Qanchadan qanchagacha pul topyapsiz? Aka, bunaylar. Nima bo'ladigan kuniga qarab, tovar yaxshi kunlar 25-27 soat, 20 soat. Bunda bo'lmadi degan kuni ham 15 soat bo'ladi aka. Ha, tushunarli.
bo'lmadi degan kunlar shu 5 ming, 7 ming, 8 ming, 10 minggacha bo'ladi. Gap yo'q, kartaga pullar o'tyaptimi? Ha, o'tyapti. Har oyda oylik 25 da avans. Shu bizni kuzatib turgan aka opalarimiz bor, ish izlab yurgan, shularga nima deb qolasiz? Maslahat berasizmi? Ha, maslahat beraman, kelinglar, ish yaxshi. Ishlayman degan odamga ish yaxshi. Ishlab bilib, ob'yom qilib bilsa, pulini vaqtida, har narsasi vaqtida bo'ladi aka. Gap yo'q. Sizga kattakon rahmat. Charchamang. Aka-ukalar, keng yuravering. Mana ko'ryapsizlar, bu akalarimiz shu yerda ishlab boryapti. Hech qachon ishlayotgan bolalar yolg'on gapirmaydi. Bu yerda ayol kishilar ham bor, orqa tarafda ishlayapti. Endi videoga hamma chiqishni xohlamaydi. Biz majburlamaymiz. Mana chiqayotgan akalarimizni chiqaryapmiz. Kattakon rahmat shu akalarimizga. Sizlarga to'liq ma'lumot beryapti. Negativlar kommentariyada ko'p bo'lyapti. Negativlar kerak emas. Kommentariyaga kirib, birovni ustidan bir bema'ni gapni yozishni o'rniga akalarimizga o'xshab kelib, harakat qilib, soqqani bosib, pulni bosingizlar deb qolaman. Har mana shu negativchilarga tegishli bo'ladi bu har bir so'zlarim. Nima deb qolamiz? Ish jarayonlarini hozir video davomida men sizlarga qanday ishlayapti ko'rsatib beraman. Video ma'qul kelgan bo'lsa like bosib tarqatib qo'yingizlar. Telegram kanali kommentariyaga zakrbit qilib ketaman. Instagram Hasanjon04 ekranda chiqib turibdi. Instagramga ham o'tib obuna bo'lib qo'yingizlar. Kattakon rahmat. Jonlaringiz omon bo'lsin aka. Xo'p akajon. Xo'p, sog' bo'linglar. Aka-ukalarimiz video davomida ko'rsatib boramiz sizlarga. Qanday qilib savollarni olib, qanday qilib javobi bitta tashakkurda muzda ketadi. Hammasini bu akamiz ko'rsatib bizlarga olib keladi. 202-chi magazin. 202-chi. Bu so'raydi, misol uchun 4 dona olma. 4 dona olmani qo'yib, mana bitta zakrit qilamiz. Zakrit qilganimiz bitta pik. Shunday paytlar bo'ladi, tovarimiz ikki xil bo'ladi. Bir tarafida olma, bir tarafida uzum bo'lishi mumkin. Olmamiz bitta отдельный pik bo'ladi, uzumimiz отдельный pik bo'ladi. Shunday qizig'i yo'q. 4 ta bo'lsa ham, 5 ta bo'lsa ham bitta pik hisoblanadi. Olma ham bitta pik bo'ladi. Hozirda taxminan kelaveramiz. Mana aka-ukalar, mana shu olma 202 deganda 202 ni bosarkan chimlab uradi, keyin magazin so'raydi. Bitta uzun bizda bitta qo'yasiz, bitta qo'yasiz, lekin bir dona pik hisoblanadi. Mana shunday qilib akalarimiz kuniga 2000 ta 2300 ta pik qilayotgan ekan. 20 soat, 25 soatda yo'qyapti. Ekranga men chiqarib boraman, soatlargacha do'stlarimizga tarqatib qo'yinglar.